Kokoshdan hamma foydalandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng so'nggi, eng tezkor va eng ishonchli ma'lumotlar faqat bizda. O'tkazib yubormang. Yaqindagina 3-mart kuni operatsiya bo'lgan Komila, ya'ni kokosh taxallusi bilan ijod qiluvchi bloger operatsiya bo'ldi. Ya'ni u ortiqcha yog'larning kestirib, qorin sohasida operatsiya bo'lgan edi. Mana bir oydan buyon bu operatsiyadan keyin nekroz bo'lgani, ya'ni gangrenaning bir turi, qorin teri chirishi bilan kasallandi. Bundan buyon mojarolar ko'payib ketdi. Ya'ni klinika bilan bog'liq. Klinika vrachlari aslida xirurg emas, aslida detskiy ortoped va zubnoy vrach ekanligi. Ular davolayotgan bir necha bemorlar ham bu borada jabr ko'rganligi. Kokoshning reklamasidan so'ng bir necha bemorlar shu klinikaga kelib operatsiya bo'lgani va davolanmay boshqa klinikaga ketgani aytilgan. Bu borada Abbosxo'ja, Jasmina Trans, Nihola, Barchun G'afurova kabi janjallar uyushtirildi. Shu jumla janjallar o'rtasida Star House bilan bog'liq bo'lgan mojarolar ham ochiqlandi. Ahad Qayum kabi rejissyor va aktyorlar ham bu munosabatlardan chetda qolmadi. Kechagina intervyu bergan Barchun G'afurova barchasini aytib berdi. Biz borganimizda kokoshning ahvoli juda ham og'ir edi. Men unga nekroz bo'lganini aytdim va o'z vrachlarimga jo'natdim. Lekin o'sha klinika xodimlari bizga kokoshning istoriya varaqalarini berishmadi. Shu sababdan katta janjallar bo'ldi. Bu o'rtada Nihola klinika rahbarlariga "Siz kasal qildingizmi va endi siz davolaysiz" deya goloslar jo'natganini klinika doktorlari va Abbosxo'ja birgalikda Niholaning gaplarini faqatgina pul talab qilinyapti. Kokoshga faqat pul kerak ekan, pul uchun qilingan deya ommaga ma'lum qilishdi. Bu tuhmatlar ostidan kechagina Abbosxo'ja, klinika doktorlar va Nihola birga ko'rishib, aslida nima bo'lgani kelishib olishdi. Bu gaplardan maqsad kokoshni Turkiyaga davolatgani jo'natish uchun sizlarning qilgan operatsiyangiz uchun sizlar javob berasiz va pullarni siz to'laysiz degan joylarni kesib olishgan. Bundan tashqari, Jasmina Trans va Ahad Qayum o'rtasidagi katta janjal ham uzoq davom etdi. Shunga qaramasdan yaqindagina Jasmina Trans bu borada javob berdi. Barchun G'afurova bu borada shunday deydi: "Barchasini men tepasida turdim. Men o'z doktorlarimga jo'natdim. Nekroz ekanligini men aytdim" deya yolg'on gapirdi. Men Barchun G'afurovani yaxshi ayol deb bilardim. Aslida hech qaysi Nihola kabi jon ko'ydirmadi. Bu yerda esa Star House'ni men yomon deganim uchun 3 kundan beri menga shantaj qilishyapti. Nihola uchun men jim bo'ldim. Boshqalarning sirlarini ochmaslikka harakat qilyapman. Lekin boshqa tomonda barchasini men qildim, men yonida edim deya o'zlarini oqlash bilan ovora. Nihola kokosh uchun juda ham jon kuydirdi. Niholani oilasi buzilib ketmasligi uchun men ham jim bo'ldim. Boshqalarning sirlarini ochmaslikka so'z berdim, deydi
Jasmina Trans. Kechagina Abbos xo'ja, Nihola va klinika shifokorlari birgalikda kelishib olishib, aslida nimalar bo'lgani va qayerda xato qilishgani haqida kelishganligini ommaviy axborotga e'lon qilishdi. Hozirgi kunda faqatgina Munisa Rizayeva Kokoshni boshqa klinikaga ko'chirganini, o'zi kelib doimo tepasida turganligini Jasmina barchaga aytib, otepasida turmadingiz, faqatgina Munisa Rizayevaga o'z tashakkurlarimni bildiraman. Faqatgina shu ayol barchaga yordam berdi va men qildim, deb hech kimga aytmadi. Aslida inson shunday bo'lishi kerak edi, deydi. Munisa Rizayevadan Alloh rozi bo'lsin, deymiz.